Assalomu alaykum. Bugun o'shinga do'lma bizga buning uchun 3 ta 4 ta kartoshka, 2 ta piyoz, ozgina go'sht kerak bo'ladi. Piyoz va go'shtni chopperga solib aylantirib olamiz. Mana ichga olib qo'ygan tok barglarini olib, yaxshi qaynagan suv quyib yuboramiz. 15 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Bu yoqda chopperdagi massamizga guruchni va kerakli pripravalarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Massamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Tok barglarini olib, sekin tugishga o'tamiz. Mana do'lmalarimizni ham yaxshilab tugib oldik. Menda savzi artmagan ekanman, keyin artib tayyorlab oldim. Qozonimizni qizdirib, yog'larni solib, piyozlarni qizartirib, ketidan savzini ham solib yaxshilab qizartirib olamiz. Kartoshkani ham solib yaxshilab uni ham qovurib oldim. Keyin qizartirgichdan 2 qoshiq solib, uni ham yaxshilab aralashtirib qizartirib oldim. Tuz, zira, kerakli pripravalarni ham solib, yaxshilab bitta aylantirib olib, 2 kosa suv soldim va shira tortishi uchun 1-2 soat qaynatib qo'yaman. Yaxshilab qaynab shira tortgandan keyin tok do'lmalarni ham solib, chiroyli qilib taxlab, usti botar-botmas suv bilan bo'lsin qo'yamiz. Ovqatimiz ham pishib chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha.